Sizda xususiy klinika bor. Buni imkoniyatlarini kengaytirish uchun ikkita variant bor. Qaysi birini tanlagan bo'lasiz? Jack M3 tez tibbiy yordam mashinasi yoki Jack Sari V4 tez tibbiy yordam mashinasi. Ikkovini ham imkoniyatlarini bir qator ko'rib chiqamiz. Skor pomishimizda uzunlik kelganda 5.1.5 uzunlikka 1.90 balandlik 1.76.5 eniga hisoblanadi. Skor pomishimizga chiqish uchun yon tomon va orqa tomondan harakatlansangiz bo'ladi. Bu apparatimizni tushiramiz. Kalaskani pastga tortadigan bo'lsangiz harakatlanadi va bemoringizni bemalol ortib 220 kg-gacha ko'tarishga mo'ljallangan kalaska bilan jihozlangan bo'ladi. Bundan tashqari kerakli jihozlar qo'yish uchun yashiklari ham mavjud. Motor 1.8 sepli motor bilan jihozlangan 134 ot kuchiga ega. Rasxodi 8 litr. Bu mashinamiz sizni manzilingizga juda ham tez yetkazib boradi. Sababi 180 tezlikgacha bemalol bossangiz bo'ladi. Turbinaga kerak, Jack Sari bilan bir xil. Jack Sari tez tibbiy yordam mashinamiz 2 litr turbina motor bilan jihozlangan 190 ot kuchi bor. 100 km ga rasxodi 12 litr rasxod qiladi. Tez tibbiy yordam mashinamizning ichki salonini ko'rib chiqamiz. Sizga ham ushbu tez tibbiy yordam mashinasi kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastki nomerga telefon qiling, menejerlar to'liq ma'lumotlar berishadi. Xohlagan usulingizda xarid qilsangiz bo'ladi.